Bu holat yaxshimi, yomonmi? Albatta yomon. Aralar nima bo'lib chiqadi tashqariga axlat qilgani va uyga kira olmasdan o'lib ketib qolishi mumkin. Mashinalar haqida, sushlar haqida gapirib beraman. Eng yomon holat. Ara bir tomonga mashinani tortib yuboradi, bir tomonga tortmaydi. Bu o'zini oqlamay qoldi. Ya'ni uzoq vaqt ketib qoldi. Shuning uchun mendaqa bozorlarda, o'sha asalari do'konchiliklarda shu muammoni aytib o'tish kerak. Yo, romka qoqayotgan, kesayotganlar noto'g'ri kesyaptimi? Mashina mendaqa o'ynab turish kerak. Majburlab qo'ysiz chataq. Majburlab qo'ysiz bukilib oladi. Endi bu mashinani hozir qilib qo'ysak, qanaqa qilib saqlaymiz degan narsaga mana javob. Yosh aralar chiqqan paytda yarim soat erta berish ham foyda. Bugun mashina qo'yishim kerak deb turib, yana qanaqa videolar olaylik, kommentariyaga yozinglar. Video yoqqan bo'lsa, like qo'yib qo'yasizlar, video yoqmagan bo'lsa, dislike. Barchalarga assalomu alaykum. Bugun 13-dekabr, kunga shanba kunida turibmiz. Havo ilib ketdi, aralar mana chiqishda boshladi. Aralar kuchli aralar uje chiqib bir qator oblyot qilishyapti. Ichida dinolar tozalashyapti. Dinolar tozalab, o'liklarni olib chiqishyapti. Baribir bateriyalar bo'ladi. O'lik aralarni olib chiqib uchishyapti. Bu holat yaxshimi, yomonmi? Albatta yomon. Mana aralar shuncha o'lgan. Ularni bu holat yomon. Undan ko'ra sovuq bo'lib klubda turgan yaxshi edi. Klubda tursa aralar zich uyg'onmasdan sovuq holat bo'lsa yaxshi. Bunaqa issiq sovuq bo'lganda mana aralar nima bo'lib chiqadi tashqariga axlat qilgani va uyga kira olmasdan o'lib ketib qolishi mumkin. Bu yaxshi holat emas. Shuning uchun hamma yoq tabiatga bog'liq. Baribir uyingizda kuchli aralar, yaxshi aralar bo'lsa, bemalol qishdan chiqadi. Bugungi mavzu topolmayapman. Endi nima qilay ekan deb sizlarga mashinalar haqida, sushlar haqida gapirib beraman va o'zim bu bo'yicha уже ishlarni boshladim. Mana podvalga tushmaymiz, hamma ishlar podvalda bo'ladi. Podval qo'rqinchli holatda. Shuning uchun mana shu o'rtada chiroyli qilib tushuntirib beraman. Demak, shu bizga kerak bo'ladigan instrumentlar, ularni nekka qo'yib hozir bir boshdan tushuntirib berishim kerak bo'ladi sizlarga. Nimasi, qanaqa joylarga e'tibor berish kerak, nimalarga e'tibor berib berish kerak, shular bo'yicha bu o'rgatish emas, bu men shuna qilaman va menga yoqadi shu holat. Shuni hisobiga shunday qilsalaring maqsadga muvofiq degan ma'noda ko'rsatib beraman. Bu hali shunaqa qilish kerak ekan degani emas. Shuning uchun bemalol xohlaganingizcha qilishingiz mumkin. Men ko'p yillardan beri shu holatda qilib kelyapman. Birinchi bo'lib romkani qoqish. Romka, mendaqa romkalar hammasi o'zi sotiladi. Men oldin miqta qoqardim, hozir miqta qoqmayapman. Mana pulverizatorda hali otaydiganda tirs qilib otaman. Bu tomoni ham mana ko'radigan bo'lsalaring, teshishlar men o'sha yashi oladigan, ya'ni mana romka oladigan akam o'zida bor apparati menga beradi. Bir kunda hammasini teshib olaman, keyin qoqaman. Bu romka qoqishda ko'pchilik miqta qoqadi. Farqi yo'q, miqta qoqsa ham bo'laveradi. Lekin bitta narsasiga e'tibor berishingiz kerak. Mana bu dasechkaga. Mana bu dasechka o'kala tomonidan 5 mm dan qochish kerak. Bir xil bo'lish kerak, standart bo'lish kerak. Ko'ryapsizmi? Bir xil. Bu nimani olib keladi? Bu mendaqa uyani qo'yganda bittasi katta, bittasi kichkina bo'lib qolish ehtimolligi bor. Shuning uchun eng yomon holat. Ara bir tomonga mashinani tortib yuboradi, bir tomonga tortmaydi. Shuning uchun deb qo'yganingizda orasi 1 sm bo'lish kerak mana. Ko'ryapsizmi? Bu ham yarim, bu ham yarim bo'lib o'kalasi juplashganda keyin arini qo'qmasdan qisaverasiz. Mayda stameskani olib turib, mana bu tomonga qisaverasiz. Ara o'shunda
bir-birini o'ldirib qo'ymaydi. Mana shu tomoniga e'tibor berish kerak. Romka qoqayotganimizda. Ko'pchilik jicha qiyshiq qilib qo'yadi, bir tomon chiqarib qo'yadi, bir tomonni kirgizib qo'yadi. Keyin mashinalarimiz tekis tortilmaydi. Bir tomoni katta, bir tomoni kichkina bo'lib ketadi. Keyingisida keyin mana mashinani romkani qoqib oldik. Demak, teshib oldik. Oldin mana qilib belgilab qo'yardim. Tukadami, bunday nuqta qilib turib, biz teshib chiqardim. Mana o'zini teshiydiganida teshmas edim. Chunki men yerda bu romkalarimiz arzon. 2,5 ming, 3 minglik, 3 minglik romka bas bu. 2,5 minglik romka. Shuning uchun mana bunaqa biraklari chiqib qoladi. Mana bunaqa biraklari, boshqa narsalar chiqadi. Bu uncha xalaqit bermaydi. Ko'p romkalarda butasi bo'lsa, miqdami bir narsada teshsiz teshilmaydi. Shuning uchun iloji boricha o'sha drill deydimi, drillda zillatib teshganimiz ma'qul. Demak, romkani qoqdik. Romkani mana shu nuqtalariga e'tibor berishimiz kerak. Shu eng asosiy shu. Bunaqamiz tekis chiqish uchun. Keyin men simga o'tdim. Simda uzun rulonda o'ralganini olib, kerakli joyini kesib ishlatardim. Bu o'zini oqlamay qoldi. Ya'ni uzoq vaqt ketib qoldi. Shuning uchun mana bunaqa bozorlarda, o'sha asalari do'konchiliklarda tayyori bor. Mana shunaqa qilib tayyor qilib simlab qo'yishadi. Mana shuni taroziga qo'yib berishaveradi. Bu eng zo'ri. Bitta miq qoqasiz, bu tomoniga miq qoqasiz, o'kalasini shuni ajratasiz. Ichidan sug'urib ishlataverasiz. Endi qanaqa ortiqcha laxta bo'ladimi deganda, mana bunaqa qilib baylash kerak. Ya'ni bir tomonni bittalik qilib o'raysiz mana. Ya'ni mayog'dan bitta tortib olib, maytdan zizatib baylaysiz. Keyin o'tkazib yibdi. Keyin oxiriga maytiga ikkitalik bo'ladi. Mana bitta aylanadi, ikkinchisidan bitta aylandi, ikkinchisida qatiriladi. Mana qattiqligi yaxshi. Demak, mana shu yetadi tortilishi. Tortilishi ham zo'r tortiladi va kesib yurmaysiz. Mana shu holatda qilsangiz, to'liq yetadi. Bu yerda zapas qo'yib qo'ygan bitta aylantirishga. Demak, u yerni tortdingiz, endi mashina qo'yishimiz kerak. Mashinani mashinachilar xato qilyapti, bizni romkichachilar xato qilyapti. Hozirda mana shu bo'yicha muammo bor. Mana shu muammoni aytib o'tish kerak. Romka qoqayotgan, kesayotganlar noto'g'ri kesyaptimi? Ya'ni mana mashina bo'lsa, mana shu zavodskiy Xitoyning mashinasi mana. Xitoyning mashinasini deb qo'ysangiz, mana tushmaydi. Ko'ryapsizmi? Chicha muammo bo'lib qoladi. Mana shu romkamiz menimcha kichkina qilib yuborishganmi? O'zi aslida mana bunaqa tushish kerak. Mana bunaqa tushish kerak. Mana shunday tushish kerak. Mana shunday tushish kerak. Mana u bukilmaslik kerak. Buning uchun mana shu yerdan 7 mm, 5 mm kesib tashlayman. Mana bunaqa pichoqchada. Mana bunaqa pichoqchada. Endi qanaqa qilib kesishimni ham ko'rsatib beray. Bunday qilib turib 3-5 ga hisob qilib turib qilib kesib tashlayman. Buni mum eritayotganda qo'shib yuboraman. Demak, endi mana shu tushadi bemalol. Mana shu jicha farq qilib qolyapti, o'shuning uchun mana shu ham qo'l ushlaydi mana. Endi to'liq tushaveradi mana. Majburlamang, mashina mana bunaqa o'ynab turish kerak. Majburlab qo'ysangiz chataq. Majburlab qo'ysangiz bukilib oladi. Endi buni men akkumulyatorda eritaman. Mana bunaqa qilaman, quyaman. Ya'ni akkumulyatorda bitta tomoniga qo'yaman, keyin bu tomoniga qo'yaman. Hozir o'rtasidan uzilib qolgan ekan. Bunaqa ikkitaliklar ko'p ekan. Bunaqa bo'ladi o'zi aslida. Mana bitta tomoni va ikkinchi tomon. Mana shu yerga akkumulyatorda plus minusini bitta qo'yadigan bo'lsangiz, eriydi. Endi erib, nima bo'lib bir-biriga kirib qoladi. Hozir qilish zo'r, chunki havo juda sovuqroq. Shuning uchun mashina tezda eriydi va tezda qotiriladi. Buni yozda qilsangiz
mashina sovimaydi, muammosi ko'payib ketadi. Mana mashinaga bo'lib qarang, metlari chotki erigan, mana zo'r tushadi. Orqa tomonidan ko'rsangiz, mana mashina bo'lib o'zi anaqani ko'rinib qolganda, simi ko'rinib qolganda to'xtataverasiz. Hozir men 8 sekundda qilyapman. 8 sekundda bu to'liq mashina chiqyapti. Demak, mashina zo'r. Endi bu mashinani hozir qilib qo'ysak, qanaqa qilib saqlaymiz degan narsaga mana javob. Ya'ni stretchlash kerak. Eng zo'r variant stretch. Mana bunaqa idishda ham, bunaqalarda ham tursa bo'lmaydi. Changib ketadi. Chang yopishib ketadi. O'shuning uchun stretch. Oddiy stretchni olasiz. Oddiy stretchni olasiz. Mana bunaqa qilib terasiz. Mana bir-biriga tushadi. Mana oyoqchasiga tushadi va zo'r upakovka bo'ladi. 10 tadan mana 1 2 3 4 5 ta, 1 2 3 4 5 ta. Demak, 10 tadan upakovka bo'lib, chotki bo'lib upakovka turadi. Hech qanaqa bukilib ketmaydi. Mana bu hozirgi mana shunaqa qilib olib qo'yaman. Mana u o'tgan yilgidan qolgani. O'tgan yilgidan qolganini ko'radigan bo'lsangiz, mana hech qanaqa bukilmaydi. Hech qanaqa chepa ketmaydi. Stretchda turaveradi. Xohlagan vaqtingizda. Faqat mana o'sha changlar yopishyapti. Mana ustida chang bo'lyapti. Lekin mana mashinani ko'radigan bo'lsangiz, hech qanaqa bukilmagan, bukilib ketadi, u bo'lib ketadi deyshadi. 5 ta simligi hech qanaqa bukilmaydi. Mana shunaqa qilib podvallarga terib yuraman. Hozir mashinani qilish kerak. Nima sababdan? Chunki buni keyin qilsam, keyin qilaman degan fikr eng yomon narsa. Chunki mashinani yarim soat erta qo'yishingiz ham foyda. Chunki tabiatdan zo'r kelib, aralar rivojlanayotganda, yosh aralar chiqqan paytda yarim soat erta berish ham foyda. Bugun mashina qo'yishim kerak deb turib, paxtazorga borib olib, ko'pchilik eritadi. U vaqtni o'tkazadi. Tayyor nima qilib olib olasiz, bitasini bitta kesasiz, shapir qilib qo'yasiz, ish zo'r bitadi. Bu hammasi bizni ishda ishlaganimiz natijasi. Ya'ni bir kunda hamma ishni qilish kerak. Ishdan kelib xotirjam mashinalar kuchim yetgancha, misol 10 ta qilaman, 5 ta qilaman yoki 20 ta qilaman. Qilib stretchlab podvalga qo'yib qo'yaman. Asalarini ko'rgani borganimda ishdan keyin ham shapillatib solib tashlasangiz bo'laveradi. Undan muammo bo'lmaydi. Men shunaqa qilaman. Siz boshqacha qilayotgan bo'lsangiz ham, u mashina qiling degani emas. Lekin bitta fakt bor. Mana shu yerda 5 mm qilish kerak. Men ko'pchilikda arisini ko'rganimda mana shu yerda muammo bor. Nimaga 5 mm? Chunki ikkitasi 1 cm bo'lib, arini bir-biriga yurishiga, mashinani zo'r tortishiga sabab bo'ladi. Ya'ni chiroyli sush bo'ladi. Hozirgi qiladigan ishimiz yo'q, aralarga qaraganimiz yo'q. Faqat shunaqa ustachilik bilan uyalarimni bo'yayapman, keyin batni tozalayapman, podvalni, o'sha ustaxonamni, mashina qoqyapman zerikkanimda. Mana shunaqa ishlar qilib yuribmiz. Sizlarda qanaqa? Ya'ni asalarlar o'sha o'lishni boshlash kerak. Ya'ni 2026 dan boshlab, ya'ni yanvardan boshlab aralar o'lishni boshlaydi. Ya'ni ovqat tugab qoladi, ovqatiga qaralmagan qolasiz. Keyin sovuq deyshadi, ari sovuqdan o'lmaydi. Ko'p aytganman, navrot sovuq bo'lsa yaxshi. Klubga bitta kirish kerak, klubdan chiqmaslik kerak. Hozir aralar uje chiqib tashqarida yuribdi. Bu yaxshi holat emas. Iloji boricha tashqariga chiqmagan holatda yurish kerak. Yana qanaqa videolar olaylik, kommentariyaga yozinglar. Bu video bugun chiqadi. Bugun yozsalaring, ertaga vaqtim bor, ertaga yakshanba. Bemalol birorta video qilib qo'yaman, ya'ni sizlarga savollaringga binoan. Ertaga balkim ko'raman, boqqa boraman, paxtazorga yoki akam uyiga borib ko'raman. Bo'lmasa uydaman. Mana shu mashinalarda tugatib qo'yishim kerak. Bu yil 130 ta oila bo'ladigan bo'lsa, har biriga 5 tadan qo'yadigan bo'lsak ham, misol 500-700 tacha mashina ketib qoladi. Shuning uchun iloji boricha 600 ta, 700 ta, 800 ta tayyorlab qo'yaveraman men. Ortiq bo'lsa podvalda turaveradi. Salqin joy, quyoshda qolib ketmaslik kerak. Quyoshda qolsa ichimlik bukilib qoladi. O'shuning uchun hozir podvalga qo'yildi. Shu bilan olib ketib
Ya'ni qo'yadigan paytda sразу qo'yib ishni qilish kerak. Demak, video manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Oddiy mashina qilish, lekin shunga ham odamlar qiynaladi. Ya'ni mana bu narsani romkani qoqayotganimda, mana romkani qoqaydiganini 350 ta romkani bir kunda qoqdim. Bir kun hamki ishdan keldim, shanba kuni ishdan keldim, 6 larda ovqatimni ichib chiqdim. 7 larda boshladim, qoqishni boshladim, 11 larda tugatdim. Ertalab 12 gacha tugatdim va apparatni ijaraga oldim, ya'ni ijarada sotadi. Pasportingizni berasiz, berishadi, 60 ming turadi. 60 ming ham bas, o'sha kech payt olib ketgan bo'lsam 5-6 larida ertalab 12 da olib borib berdim. Tugadi menda mashina, bunda romkam qolmadi dedim. 50 ming beravering aka dedi. 50 mingga men 350 tacha, yana bilmadim, 350 tamikin, 450 tamikin romkani qoqib tashladim bir kunda. Endi hozir simini tortyapman. Zerikib qolsam sim tortaman, zerikib qolsam mashina qo'yaman, zerikib qolsam strechlayman. Shunaqa qilib bo'shatib ishni qilyapmiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman, vaqtingizni ketkizmang. Bo'sh qolsangiz, mana shunaqa ishlar qilib yuring. Invertor qiling. Mana uya bo'yicha invertorlarim tugadi. Penapleksdan uyalar yasab tashlaganmiz, Penapleksdan mikronukleuslar yasab tashlaganmiz. Bu yil hech qanaqa ularga e'tibor bermaymiz. Shu ramkani qoqib qo'yamiz va qolganiga dam olamiz. Fevralda qilsam bo'ladi-yu, yanvarda qilsam bo'ladi-yu, bo'ladi, lekin iloji boricha tayyor bo'lsa ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Yana bitta maslahat, asalni olish kerak, hozir emas. Hozir yangi yildan keyin, pishiriqlar 4 lardan keyin yanvar oyi bilan fevral oyida ancha narx sakrab tushadi. O'shunda shakar zaxirasini ham olib qo'yish kerak, chunki erta bahorda asalarilarga start oldirish uchun kuniga sirop berib, zo'r qilib tuxum qo'ydirish kerak. Hozirgi qishda qiladigan ishimiz ikkita ekan, mashina, uyalar, shakar. Bo'ldi. Shu bilan bemalol qishdan chiqqanimizdan keyin u yog'ini davom etamiz. Qaysi mavzuda video olinsin, yozib qo'ysalaring kommentariyaga, xursand bo'laman. Jich ishlarim ko'payib ketdi, kommentariyalarga qaralmay qoldim. Bugun kechasi kommentariyalarni to'liq o'qib, videoni joylab qo'yaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like qo'yib qo'yasizlar, video yoqmagan bo'lsa, dislike. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.